Mazkur tasvirlarni ko'rgan har qanday inson seskanishi va chuqur qayg'uga cho'mishi tabiiy holat. Ammo bu ogohlantirishlardan ota-onalarning xulosa qilmasligi natijasida bunday ko'ngilsizliklar hayotda bot-bot sodir bo'lmoqda. Joriy yilning 20-may kuni soat taxminan 16:30 larda Qo'qon shahridagi 41-son maktabning 9-sinf o'quvchisi bo'lgan yigit bobosiga tegishli Malibu 2 rusumli avtomashinani bobosining ruxsati bilan yuvib kelish maqsadida minib chiqadi. Tajribasiz yigitcha Amir Temur ko'chasi bo'ylab harakatlanib ketayotgan vaqtda piyodalar o'tish joyidan kesib o'tayotgan shaharning 23-son maktabining 3-sinfida tahsil oluvchi 3 nafar qizaloqlarni urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir etadi. Men Qo'qon shahar 41-sonli maktabda 9-sinf o'quvchisiman. Meni haydovchilik guvohnomam yo'q. Oppoq mashinalar so'roqsiz olib chiqib ketib, o'rtalarim bilan aylanib yurganimda piyoda yo'lida o'tib turgan piyodachilarni urib shifoxonada borishimiz bilan bir kishi jon berdi. Bir kishi yaxshi, bir kishi reanimatsiyada. Lekin nafsdan hech kimga ravo bo'lmaydi. Hodisa natijasida qizlarning biri vafot etib, 2 nafari hayot uchun og'ir tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizildi. Bola voyaga yetguniga qadar uning tarbiyasi, yurish-turishi uchun kattalar javobgar. Ba'zida ularning e'tiborsizligi oqibatida farzand kechirib bo'lmas qilmishlarga qo'l urishi mumkin. Kalitni oldimda mashinani yuvib obeddan keyin soat 5larda ishim bor dedim. Mashinani yuvib bo'lgan kalitni berdim nevaramga. Keyin qo'ylarga qaraganman, o'tib ketdim, shu bilan bog'da bo'lib, o'zim qo'yxonamda bo'lib, ular bilan mashg'ul bo'lib bilmay qolibman, boshqa joyga yuvgan olib ketib yuboribdi nevaram. Keyin balla telefon qildi, taniganlar. Bir ikkitalar shunday mashina shunday bo'lib dedi, darajori nimasi yetib keldim. Keyin shunday holat bo'lgan ekan. Kalitni o'zim berganman qo'lim bilan. Endi pushaymonman, kechiringlar meni, ikkinchi kalitni bermayman nevaralarimga, bolalarimga. Boshqalarga shu kalitni bermanglar, yoshlarga. Mana boshimdan o'tyapti, sizlarga tushmasin. Kalitni bitta kalitni bergan oqibati shunday. Hozirda mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi va 267-moddalar bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, haydovchi protsessual tartibda ushlangan. Ayni kunlarda maktablarda 25-may so'nggi qo'ng'iroq tadbirlariga tayyorgarlik jarayonlari ketmoqda. Bu kun har bir o'quvchi uchun unutilmas xotira, quvonch va hayajonga boy bayram hisoblanadi. Agarda yuqoridagi holatdan ayrim ota-onalarning ko'zlari ochilmasa, voyaga yetmagan o'g'il-qizlarning avtomashina boshqarishiga qarshilik qilmasa, yana bir korhol bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Bir lahzalik zavqni deb, bir umrlik pushaymonlikni yuragingizga joylab olmang. Avtomobil esa o'yinchoq emasligiga yuqoridagi holat yaqqol misoldir. Ogoh bo'ling.